Xayrlik yakshanba. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Yana men sizlarning oldinglarga kelib oldim vatandoshlarimiz. Ishdan kelgili 2 kun bo'ldi, bo'lmadi zaten. Ish jarayonining o'zida nurg'un do'stlarimiz shu Eron urush haqida o'zining ko'z qarashlarini, mening ko'z qarashlarimni deb berishni so'ragan ko'plagan vatandoshlar bo'ldi, vatandoshlarimiz. Men ko'plagan qarindoshlarga javob berib bo'lolmadim rostini desam. Ularga qisqa so'z qoldirdim. Mening ishim oldirash 14 soat, 12 soat, 10 necha soatdan hamda 12 soatdan ishlagandan keyin bu yerga kirgan ishimiz misol o'xshamaydi ekan. Ba'zi ozroq mang'itga yalab ekan, ba'zi vaqtda egizpas ishlar bo'ldi degandek. Charchash bilan men ko'plagan do'stlarga javob berib bo'lolmadim bu vaqtda. Videoni ko'rgan va WhatsApp orqali so'ragan savollarga javob bera olmagan do'stlar bo'lgan bo'lsa, do'stlarimga men kechirim so'rayman vatandoshlarimiz. Sizlarga men nurg'un do'stlarimizga dedik, ko'plagan qarindoshlarimiz meni tushundi va yana ko'plagan vatandoshlarimiz meni tushunmaydi, meni qilayotgan ishimni. Telefon oldiga vaqt va telefon olamaydigan vaqt va ba'zi vaqtda night oldirash ishlaydigan vaqt va ba'zi vaqtda overtime'da o'tirib 11 soat ishlaydigan vaqt va anda bo'lgandan keyin ba'zi vaqtning o'zida odam muhim ishlarga ko'z yurgizib, ya'ni dunyoda bo'layotgan xabarlarni ko'rib degandek bir soat atrofida undan keyin gop yetib uxlab shu 14 kunni to'shtiradigan gapga vatandoshlarimiz. Hozirma rostini desam uyqu chirayman. Odatlik vaqtning o'zida 5-6 soatdan ortiq uxlayolmayman rostini desam. 6 soat anjiq bo'lgan vaqtning o'zida shu 14-15 kun charchab ishlab kelgandan keyin bir 10 necha soat uxlab ketadiganman endi. Hozir desamma yana biroz uyqu chiray shunday bo'lsa-ma, kelar gapda nima ish bo'ldi vatandoshlarga shu Eron urushi haqida qiziqqan do'stlarimizga Eron urushi haqida ozroq bir tushuncham. Eron urushi qanday bo'ldi, nerdan nergacha bo'ldi, buningki real vaziyatlar qanday bo'ldi degan tema haqida vatandoshlarimiz ozroq meni xabarlarni ko'rib, o'zim bilgan doir xabarlarni ko'rib keldim. Bu to'g'riliq o'zimning tushunchisini deb qo'yay vatandoshlar. Bugun desak vatandoshlar 3-oyning 15-kuni 2026 haftaga yakshanba vatandoshlarimiz. Yana takrorday vatandoshlar, sizlar uchun hech qanday bir cho'ng ish ketmaydi. Mening kanalimga obuna bo'lishni unutib qolmang. Videoni ko'rayotgan chog'da unutib qolgan bo'lsangiz, ash qo'ng'iroqni tirin qilib bir qatorda chekib olsangiz bo'ldi. Unda ortiq hech qanday eg'ir yenik ishim yo'q. Faqatla Arkuruzning videosini ko'rgan vaqtning o'zida shu unutib qolmang. Qo'ng'iroqni shundaqla besib olsangiz, siz buning a'zo bo'ldingiz, ya'ni obuna bo'ldingiz degan gap vatandoshlar. Bu sizlarniki men qilgan eng cho'ng yordaminglar bo'ldi vatandoshlarimiz. Xabaringlarda bor vatandoshlarimiz, Eron urushi boshlanib ketdi. Boshlanib 2-oyning 28-kuni. Esimda qolishi men shu vaqtda suhbat qildim. 2-oyning 28-kuni boshlangan, bugun 16-kuniga qadam qo'ydi mening bilishimcha. Matematikada bek yaxshi emas hamda yaxshi yerlarim bor, lekin bugun meniki ozroq uyqu chirab olgandan keyin xato hisoblab qolgan bo'lishi mumkin. Mening bilishimcha 16 kun bo'ldi. 16 kun jarayonidagi urushlarni mening bilishimcha mendan yaxshiroq sizlar yaxshi ko'rdinglar deb o'ylayman. WhatsApp to'plarida bo'lsin, Facebookda bo'lsin, YouTube'da bo'lsin, sotsial medialarda hamma yerda uchib yurdi vatandoshlarimiz. Ko'rdinglarmi? 47 yildan birisi po'atgan Isroiliyani yo'q qilaman, Isroiliyani yo'q qilaman, Amerikani yo'q qilaman degan bu Eronninki pishtosh molalari 2 soatga bardosh qiladi. 2 soat Xamenei degan 2 soat bardosh qiladi. 2 soatning ichida Amerikaning bombasi tushib o'tirib hammasini to'zitdi. Ko'rdinglarmi? Mushunchilik ashinchilik chiray sarang'ninki dunyoga yo'kirgan ishi 2 soatning ichida. Buni misol qilsak, masalan, dunyodagi eng dangliq terrorist Bin Laden 9 yil Amerika bilan tirkish olgandi. Bin Laden Amerika bilan 9 yil tirkish olgandi. Masalan, Iroqniki Saddam Huseyni desak, Amerika bilan 9 oy tirkish olgandi. 9 oyning ichida Amerika chamg'o o'rgimo, basay o'rgimo, ayta kartoshka, yangi basay deganning o'rgidimi ishqa bir o'rakdan tepa chiqqandi vatandoshlar. Endi undan hisoblagan vaqtning o'zida masalan Liviyaning Kaddafimi kim degan chaqda 5-6 oyga bardoshlik beradigan qo'rqmay Kaddafimi askarlarini boshlab hatto harbiy mashinalarda o'tirib askarlarni parad qilgan
Qoral Iroqdan besib o'tirib, askarlar bilan birga oldingi saf urushlar qilgan. Bu İran'daki bu piştvaş mollar azap 2 saatga birlashib bermedi ya vatandaşlar. Nim bo'lib ketdi bu dünya? Nim bo'lib ketdi bu dünya deymanda 2 saatga birlashib bermedi. 47 yildan biz yo'qirgan bu Khamenei degan mollari Amerikaning bombasida gommada tushibdi, hamiz to'zib jahannam ketib qoldi ya bu. Masalan, misolga olsak, Venezuela'nın prezidenti 3 saatning ichida Amerika berib o'tirib olib ketgandi. Uningdan mı qisqa oldu desek oldu. Bu İran'nınki piştvaş mollalari 2 saat yetmagan vaqtning ichida bir kunib ko'lab o'tirib hamiz to'zib ketdi. Ama mojinchilik piştvaş mollalarni dunyo shunchalik maqtab ketdiki, o'tirib bu 90 milyonlik İran bu. Bu degani İranning mollalari degani mavi katoliklarniki Rim papasiga o'xshaydi. Uni urush qilinmaydi. Urush qilsa bundaq ish bo'ldi. Uni o'ltirishi mumkin emas. 47 yildan birisi tayyorlik qilyapti degan bu 2 soatning ichida to'zib ketganiga men hayronman vatandoshlarimiz rostdan degan chaqda bu haqiqatan bu pishtosh molla ekan bu. Bombaning nereden kelib qayerdan qayerga kelganligini. İlgirki suhbatlarda Amerika prezidenti Trump efendim ve İsrail'e degende biz Khamenei ve ularning a'zolarining qayerda nima tamoq yeb, nerede menib, nerede turayotganligining hammasini bilib turibmiz deb o'tirib ogohlantirgan. Masalan, Amerika prezidenti Trump efendim siz tinch suhbatiga keling. Kemmisiniz işiniz akıbetiniz nachar bo'ldi. Tinch suhbatiga keling, kemmisiniz akıbetiniz nachar bo'ldi. Akıbetiniz nayt eg'ir bo'ldi deb takrar ogohlantirdi. Reallik qandaq bo'ldi, ana shundaq bo'ldi. Hozirgi men The Economist'ninki chiqqan xabarlarini men tafsilini ko'rmadim, temisini ko'rdim. Bu xabarda deyilishicha, masalan, Rossiya Ukraina urushida Amerikaninki Ukrainaga bo'lgan patriotlari 4 yil jarayonida ishlatgan patriot bombalarni Amerika hukumati Eronga 3 kundan ichida ishlatayotgan. Dehşet bombalar tushganda semiz bombalar. Hamda İranning taqdiriga kelsak, vatandoshlar ko'rdinglar, bu pishtosh mollalar İran xalqini bugünkidek o'tirib bombaning ichiga tiqdi. Endi u Amerika qanday qilib bo'lmasin, mishkamgich ko'rdinglar, shu IRGC deydi, İran inqilobi qo'mondonlik shtabi Khameneiga qo'g'daydigan generallar ve onunki a'zolari deganda qo'llovchilardan hammalarini aytib o'tiryapti. Hozir hamda Khamenei o'lgandan keyin uning kaynidan boshqa bir mollamni ismini unutib qoldim. Lider qilib chiqirmoqda Khameneining o'rniga dasatdi. O 3 kundan ichida o'mi o'ldi. Hamda Khameneining o'g'li Mustafa Khamenei deganni taxtga chiqargandi. Bir hafta bo'lgandi. Hozir hamda uning o'lik tirik masalasi o'tirdi yo'q. Umu xalqining ichiga ko'rinmay yurdi. Manbada chiqayotgan xabarlarda deyishicha, u Mustafa Khameneining o'g'li bir putidan qattiq yaralanganmish. Amerikaninki Isroiliyani otgan bombasida yaralanib, hamda uning o'lik tirik masalasi o'tirdi yo'q. O'tirdi yo'q hozir. Hamda Eronga kelsanglar, vatandoshlarimiz, Eron bir beshi yo'q jonivorga o'xshab qoldi desanglar bo'ldi vatandoshlar. Eronning sistemasini kuzatsanglar vatandoshlar. İran'da 2 xil armiya var, hem 2 xil prezident var. Mesela İran'ın mollalari o bir prezident. Ama xalq saylaydigan prezident qaysi desanglar, hozirgi İran'ın ismini unuttum. Mesela yadım keldi, Mesut Pezeshkian deydigan bu xalq saylaydigan prezidenti. İran'ın o'zida 2 xil prezident var, 2 xil armiya var. Biri İran mollalarini qo'g'daydigan armiya. Yeni birisi devlet müdafiasini qo'g'daydigan armiya. Bu 2 xil armiya var vatandaşlar İran'da. Shundoq shakllangan pishtosh mollalar. Hozir ham Amerikaning eng asosli zarbi beryotgani İran molla rejimi ve onun a'zolari ve onu qo'g'daydigan IRGC İran inqilobi qo'mondonlik shtabining askarlari bor joylarni qurol yarog' o'rinlarida qattiq bombalayotdi vatandoshlarimiz. Hozir hamda necha ming dedi 3 ming 5 mingga yaqin nuqtalarning hammalarining bombalab bo'lganligi xabar chiqyapti vatandoshlar. Hamda mening bilgan doiram bo'yicha bo'lgan vaqtimizda ilgirki suhbat deb o'tdik. Iron uzun muddatli urushga bardoshlik bermaydi vatandoshlarimiz. Bundoq deyishimizning sababimiz bu yerdan Rus o'zini tortyapti. Rusning o'ziga og'ichi dardi bor. Hamda Xitoy
Masalan, Jungo hükümeti deyli. Jungo hükümeti zaten İran'ın kayında oturup bunu kollap mangan çaqda özüge ziyan buldu. Uruş qancha uzun sozulsa, mush İran hakimiyetinin saqlab qalish uchun İran'ni qurollantirib, Amerika bilan qancha uzun urush qilgan vaqtimizda neft eksport qildigan, import qildigan davlatlarga eng jiq ziyon bo'ldi vatandoshlarimiz. Shuning uchun bu yerda Xitoymi bu İran masalasi kelgan vaqtning o'zida menimcha bu urush uzunga suzildigan urushni Xitoy Jungo tarafmi va yoki boshqa arab davlatlarimi qo'llayolmaydi vatandoshlarimiz. Ko'rdinglar hozir. Yani 2 ayning 28-kuni men deb o'tdim vatandoshlarimiz. Dunyoda bir o'xshamagan darajadagi bir qimmatchilik bir dunyoni ko'rsizlar deb. Dunyoning 20%lik neft, xom ashyo, u yoqqa to'shiladigan materiallar, u yoqdan dunyoga yeyiladigan neftlarning hammasi 20%lik o'ylab beqinglar. Kuniga hozir deyotgan chaqda 1.200.000 varılga yaqin neft dunyoga taqalmagan gap vatandoshlarimiz. Har kuniga. Ondaq bo'lgandan keyin bu dunyo iqtisodi uchun naytimi cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Ko'rdinglar hozir. Bizning Norvegiyaning o'zida odatda 1 litr dizelning bahosi odatda 20 kron, ya'ni $2 atroflarida bor. Hozir 2,5 ga chiqib qoldi. Biz neftni eng jiq ishlab chiqaradigan davlatning o'zidami. Endi hisoblasanglar, masalan, Jungoga o'xshash, Bangladeshga o'xshash, Pokistonga o'xshash, masalan, Yevropadagi bir turkum davlatlarga o'xshash neftni import qiladigan davlatlarga selishtirgan vaqtning o'zida bu neftning bahosi bu yerda kuniga 1 million varıldan ortiq neft u yerga taqalmagan ahvolda qanchalik vaqt bardoshtlik beradi buni o'ylab taqinglar. Aeroplanning hammasi shu neft orqali uchidi, qimmatlaydi. Yezigilik asbab, yezigilikda masalan oshliq hamma narsalarni ishlab chiqarish uchun buniga dizel, solyarka dizel kerak. Andaq bo'lgandan keyin bu ishlar kemayib ketsa, masalan, bir yilmish 6 oyning ichidan urush 6 oy atrofiga so'zilib, menimcha buning aslo imkoniyati yo'q 6 oygacha so'ziladigan. So'zilib ketgan vaqtning o'zida bugun hozir dunyo hozir 3-oy degan bir tarixchilik mazgiliga to'g'ri keldi, o'ylab baqsanglar. 3-oy kirdi, uzoq qolmay yalag urug'-puruqni silib, hozir degan tarixchilik mazgili keldi. Ham nurg'un davlatlarga shunday solyarka yetishmaslik tufaylidan yezigilik ishlarini o'zi degan plan bo'yicha ep boramagan vaqtning o'zida neft masalasi, ya'ni bu neft masalasi kelar yillik dunyodagi nurg'un davlatlarning masalan oshliq, yemak-ichmaklarni g'oyat zo'r o'rlab ketishni keltirib chiqardi vatandoshlar. Dunyoda bir oshliq krizisni mi keltirib chiqarish mumkin vatandoshlarimiz. Bu yerda neft import qiladigan davlatlarga eng jiq ziyon bo'ldi. Urush qancha uzunga cho'zilsa bo'libmi bu yerda Jungodan iborat, Xitoydan iborat bu İran neftining kam degan vaqtning o'zida 90%ni import qiladigan, 90%ni import qiladigan Jungoga selishtirgan chaqda cho'ng bir ziyon bo'ladi vatandoshlarimiz. Jungoning o'zida mal bahosining o'sishiga, dunyoga eksport qilgan mal tovarlarining o'sishiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatdi vatandoshlar. Shuning uchun bu urushni qanday qilib bo'lmasin, uzun so'zilishni Jungomi xohlamaydi, O'rta Sharq arab davlatlar aslo xohlamaydi. Buni sizlar ko'rdinglar. Men 2-ayning 28-kungi suhbatimda deb bo'ldim. İran mollari Saudiga, Qatarga, Bahraynga, Kuvaytga, atrofidagi Iroqqa, hatto Turkiyaga ishni aytibdi. Hammasiga bomba etib, bugun Dubayni odatda Mubay qilib qo'yay deb qoldi, bombani otiryotdi u yoqqa vatandoshlarimiz. Shuning bilan hozir O'rta Sharqning ishlari bir kaosning ichiga kirdi. Hormuz bo'g'zi to'liq taqaldi. Endi dunyo Hormuz bo'g'zi ochilmasa, o'ylab qo'yinglar mana. 2 hafta yetmagan vaqtimizda neftning bahosi 70, mening bilishimcha $72 dan hozir 100 necha dollarga, $102 atroflarga chiqib qoldi. Bu urush masalan 6 oyga cho'zilgan vaqtning o'zida qanday bo'ldi degan chaqda kuniga Hormuz bo'g'zidan chiqadigan 1 milliondan 2 million varılgacha neft xalqaro tashqari ochilmasa, ham u yerdagi neftlarning hammasi bomba bilan cho'kib ketsa, neftning bahosi qanchaga chiqadi? Bu vaqtning o'zida kam degan chaqda $100-200 chiqishi mumkin vatandoshlar. Bu vaqtning o'zida masalan shu neft import qilish orqali kundalik hayotini shuniga tayinib turib rivojlantirayotgan Bangladesh bo'lsin, Pokiston bo'lsin, Sri Lanka bo'lsin,
veya ki Avrupa'daki bir türküm devletler olsun, bu devletlerin hayatına gayet zor ta'sir ko'rsatdi vatandaşlar. Bunun bilan o devlet hakimiyetlerininki yıkılışıga, hakimiyetniki xalqlarning bu neft masalasini hal qilmaslik tufaylidan neft masalasini hal qilmas, hakimiyetga qarshi namoyish, hakimiyetga qarshi isyonlar kelib chiqadi vatandaşlarımız. Hozir Kuba xalqi, kubaliklar hozir qorong'uning ichida yashayapti. Bu qanday bo'ldi degan chog'da, masalan, Tramp ham Venesuelaning prezidenti Maduroni olib ketgandan keyin asli Venesuela o'zining neftini Kubaga beradi. Kubaga beradi. Endi Kubaga beradi. Venesueladan u yoqqa normal eqiyotgan neft to'xtagandan keyin endi Kuba xalqi qorong'ulikning ichida yashab, hozir hokimiyatga qarshi namoyish bo'lyapti vatandaşlarımız. Endi shu Hormuz bo'g'zini deyli, Hormuz bo'g'zi mush urush tufaylidan taqilib qolib, 6 oy atroflargacha. Hozir Venesueladan Kubaga oqadigan neftni to'xtab qolgani 3 oy bo'lmadi vatandaşlarımız. Kuba xalqi qorong'ulikning ichida yashayapti. Hozir shu Bangladesh qarsanglar, Bangladeshda 50-60 metrlik benzin qachilaydigan o'rinning o'zida o'chirib turyapti. Hatta bazı devletler vatandaşlar to'knimi normallik bo'yicha ta'minlayapti. Masalan, kechida mancha soat, kunduzda mancha soat deganda usuldan qoldi. Bu neft orqali vatandaşlar yezigili kishilar mangadi, aeroplan mangadi, undan boshqa gaz orqali nurg'un davlatlar tok ishlab chiqardi. Tok ishlab chiqargandan keyin buni zavod, korxona, fabrikalar mangadi, fabrikalar mangandan keyin pul aylandi, pul topadi degan gap vatandaşlarimiz. Şunun bilan bu O'rta Sharqning ishlari endi Arab davlatlariga kelsanglar, Arab davlatlar ayni vaqtning o'zida bu Eronning kaynida tug'anga to'yyapti aslında degan chaqda. Jonivorlar, saranglar Eron bilan urush qilma deb turib Amerikaga besim ishlatgan ayni vaqtida. Endi ustiga Dubay degan chiroyli shaharning hammasini motildityapti u yerga. Eron shu o'zining dronlarini atib yurib hozir. O Dubaydagi aeroportlar hammasi to'xtadi. Masalan, Bahrayn qatorliq davlatlardagi aeroplan uchishlarining hammasi to'xtayapti. Hozir milliardlab ziyon qarab turibdi. Endi shuning bilan hozir qanday bo'ldi degan vaqtning o'zida O'rta Sharq davlatlari bo'lsin, masalan, Fransiya ayni vaqtida bu urushlarga nisbatan qarshi bo'lmagandan o'zida kaynida turgan davlatlar. Masalan, Fransiya Iroq rayoniga o'zining askarlarini Iroq rayoniga kirib oldi, askarlar bilan u yoq Fransiya olburun avtomatga avatdi. Germaniya ham o'zini tayyorlayotdi. Angliya o'zining hozir bombalarini tatib qachilab beryapti. U yerdagi Sipros orolini olburun Amerikaga beryapti. Demak, bu yerda O'rta Sharq davlatlaridan masalan Bahraynninki Amerika bilan hamkorlashayotganligi bu yerda o'tirdi turdi vatandaşlarımız. Turdi vatandaşlar. Bu shunday bir real vaziyatni Eron mo'lalari keltirib chiqadi vatandaşlar. Endi bu nimelik degan vaqtning o'zida vatandaşlar, bu uzun so'zib u yoqdan bu yoqqa cho'giltishning hojati yo'q. Shu Eron Amerika Isroilga urushda g'alaba qilgan taraf yana bizningki Nochi akak Tramp va Netanyahu bo'ldi vatandaşlarimiz. Eron o qanday qilib bo'lmasin, biz boyagi so'zimiz degandek o urushni 5-6 oylarga so'zish imkoniyati yo'q. Chunki Eronning buningga o'xshash cheklama, buningga o'xshash masalan Rus yordam bergan, Xitoy yordam bergan, o'zining bomba yasashda ammonium nitrat bo'lsin, chip bo'lsin, qatorlarni Xitoy, Jungomi, Rossiyami bergan. Bu berish jarayonining o'zida Eron demisimi, u yerda nurg'ulg'an qurollarni yasab, tunnellarga akirib joylashtirib olgan endi. Endi muhim bo'lgan bu Eron uzun muddatli 5-6 oylik urush qilish uchun buni davomli ishlab chiqarish kerak qurolni. Ishlab chiqarish kerak. Qurolni davomli ishlab chiqargan vaqtning o'zida Amerika Isroilga qarshi urush qila oladi. Ammo qurolni ishlab chiqaradigan bu yerda xomashyo yo'llari, hozir Hormuz bo'g'zi etildi. Nereden masalan Jungo yordam beradi? Rus yordam bermayapti. Jungo hozirning o'zida yo'q bu urush darrov to'xtasin deb turib qizil bayroqni chiqarib, oq bayroqni chiqaryapti Jungo. Chunki boy deganda 90%lik nefti u yerga keladi, oqidi. Hormuz bo'g'zi taqalgandan keyin bu Xitoy uchun, Jungo uchun aytgan vaqtda Xitoy uchun aytgan chaqda cho'ng ziyon. Shuning uchun Eronmi masalan urush oxirlashsin degan, Xitoymi, Jungomi urush oxirlashsin degan nuqtada bo'lgan vaqtimizda, demak bu yerda molla hokimiyatiga Qoraylar ishlatadigan narsalarni bermaydi degan gap vatandaşlar. Amerika Eronninki yer ostida saqlab olgan
o Qurol Yaraq dronlari, boshqarilgan bomba qatorlarni hammani urib tashlaydi vatandoshlarimiz. Hozir uryapti uni. Bir ko'rislar urib maqchaytibdi hammani. Bu yerda buni maqchaytayotgan ahvol ostida yangi ishlab chiqarilgan qurollarni yasayamagan ostida qanday qildi? Eron molla hokimiyati cho'kdi. Zaten bu cho'kishning yo'liga kirib bo'ldi. Hozirgi vaqt. Endi yana birisi urush rayonida xabarlarda ko'ryapmiz. Eronninki olgan Rossiyadan olgan S-300, S-400 hamda eng jiq olgan S-300 ekan. Bu qurollar ishlamagan gap. Jungodan olgan mudofaa qurollari ishlamagan gap. Nima ishqa degan Eronning o'zining yasagan mudofaa qurollari bu 3 xil qurol. Masalan, Rossning quroli, Xitoydan kirgan mudofaa quroli, Eronning o'zining yasagan mudofaa qurollarini bir-biriga integratsion bo'lmagan gap, bir-birini qo'llayolmagan gap. Bir kalada 3 ming paydo bo'lgan. Shuning bilan hozir u qurollarni ishlamagan, shu Eronning o'zining aqliy kuchiga tayanib ishlagan shu dronlari hozir O'rta Sharqdagi Dubay, Qatar bu yerlarga uryapti. Bir kichik bir dronlari shu yerga bomba tashlayapti. Qolganlarining hamma misal sistemalari deydigan sistemalarni o'z aqliga tayanib ishlayolmagan ekan, pishto'saranglar. Bugun ishlamayapti masalan. Masalan, hozir burun biz xabarlarda ko'rgan. Masalan, Jungodan olgan havodan tez uchadigan aeroplan bombalarni, kichik bombalarni nimaga ishlatayotgan desa, Amerikaning F-35 degan aeroplanlarini etish uchun tayyorlagan ekandi. Hamda undaq narsalar ishlamadi. Ya Amerikaning bir F-35 degan aeroplanlari o Eronning otgan bombalari tabda etibmi tushirilgandan ishlanimi ko'rmadi vatandoshlar. Demak, u yerda dunyodagi analizlar deyotdi, Rossdan olgan, Jungodan olgan qurol yaraqlar bu yerda ishlamadi deb shunday. Demak, u lagerdagi butun qurol yaraqlarni hammasini bombard qilib tashlayotgan vaqtning o'zida qanday bo'ldi degan vaqtning o'zida Eron asta-asta cho'kish qarab turmoqda vatandoshlar. Bu nuqtada Amerika Isroil uchun hech qanday bir ziyon bo'lmaydi vatandoshlarimiz. Amerikaning o'ziga yetarli neft va u neftni vaqt kelib qolsa yuqori bahoda sotaverdi. Shu ziyon bo'ldig'ini neft import qildigan, Erondan bevosita import qildigan Jungo, masalan Yaponiya deymiz, Janubiy Koreya deymiz, ismini deb kelsak to'la. Bu davlatlar uchun g'oyat zo'r ziyon bo'ldi. Bir bahosi o'rlab ketishdan boshqa yana qanchalik bahoda to'xtash masalasi bu muhim emas. U Hormuz bo'g'izda urush davomlashaverib 5-6 oy, 1 yilga davomlashib ketgan vaqtimizda u davlatga fabrika, korxonalarimiz yetib qoladi vatandoshlarimiz. Nurg'un davlat. Shuning uchun dunyo mushundaq bir andishning ichida ketyapti. Mening bilishimcha hozir Tramp qo'lini uzatyapti. Masalan, Xitoyga taklif avatganmish. Fransiya, Angliya qatorliq davlatlarga taklif avatib, qanday qilsa Hormuz bo'g'izini tezroq ochayli. Bu yerga bir urush paraxodlarida sizni avating deb turib degan xabarlar chiqyapti endi. Bu hech nima deb bo'lmaydi. Balkim Xitoymi kelishi mumkin unda bo'lgan bo'lsa. Yo'q, neftni qimmat olsam olayki, neft to'xtab qolmasin degan nuqta bilan Jungomi Hormuz bo'g'izga urush paraxodlarini avatib Amerikaning sepiga o'tib ketishi mumkin. Men bu ehtimollikni biroz to'van deb ko'rman, ammo Jungoning davlat manfaati kelgan chaqda buni qilishga majbur. Bu yerda kim futdi degan vaqtimizda Isroiliya bilan Amerika, ya'ni Netanyahu bilan Trampga futdi vatandoshlarimiz. Endi u qanday qilib bo'lmasin bu nuqtani qo'yib turaylik. Amerika qanday qilib bo'lmasin bu Hormuz bo'g'zining kontrolligini oladi vatandoshlar. Dünya bir qator ko'di. Erondak bu terror davlati mana 2 hafta taqab qo'yibdi. Baholar qanchalik ushib ketdi. Dunyo liderlarining kallasini qitig'ini almashtiryapti. Qitig'ini ilashtiryapti. Zada qanday qilamiz degan nuqtaga keldi. Ham bu 1 oy 5-6 oy so'zilgan chaqda qanday qilamiz degan nuqtaga keldi. Vatandoshlar, shunday bo'lgandan bu yerda Amerikaga bo'lgan, Amerikaningki bu O'rta Sharq, ya'ni Hormuz bo'g'iziniki tinchligini saqlashda Amerika bo'lgan Isroilga bo'lgan ehtiyoj texim oshidi. Amerikani qo'llamagan, Isroilni qo'llamagan davlatlar yana qo'llash nisbati yenimi eshib bordi, chunki o'zining davlat manfaatiga foyda. Ham Eron mollalarini qanchakin tiz yo'qolsgan deydigan nuqtada o'tadigan davlatlar bora jiqlab qoladi. Men 2-oyning 28-kundagi suhbatimda degan urush boshlangan kuni ko'rsiz siz
O'rta Sharqdagi arab davlatlari falan bugün Amerika İsrailiyani kaynadi tumidi. Endi bunun kaynik o'tishga boshlaydi degan. Reallik qanday qoldi? Fransiya mu yo'qotib avtomat avatdi. Avstraliya mu u yoqqa avtomatlarni avatib yurdi. Ko'rsiz. Vaqt kelib qolsa Jungo mu Ashroyinning o'ziga urush paraxotlarini avatib Iran mo'llarini yo'qoldi deyishi mumkin vatandoshlar. Bu yerda nima bo'ldi degan vaqtda xususiyat xulos aytgan chog'da Trump ham Netanyahu ufti vatandoshlarimiz. Qanday qilib bo'lmasin Hormuz bo'g'ozining kontrolligi xuloslab aytgan vaqtning o'zida Amerikaning kontrolli o'tidi va yoki koalisyon degan birlashma kuchlarning kontrolli o'tidi. Endi ikkinchidan Amerikaning direkt kontrolliga, tuzli kontrolga o'tib ketadigan Eronning bir yeri bor vatandoshlar. Ya'ni Harik Arli deb shunday deydi, Harik Arli deb Eronninki shu Fars qo'ltig'i rayoningizda dengizda kichik bir orol bor. Ba'zilar deydi kengligini 25 kilometr, uzunligini 25 kilometr, kengligini 8 kilometrgacha bo'lgan bir kichik bir orol bor. Eronning jon tomiri ashada vatandoshlarimiz. Jon tomiri ashada. Bu Harik orolda. Ya'ni Eron bu quruqlikdan olgan neftlarning hammalarini turuba orqali shu Harik oroliga yo'llaydi. Harik oroliga yo'llab, buni pishiqlab, ishlab, sortlab, shu orol orqali dunyo davlatlariga sotadi. Mayli Jungo bo'lsin, boshqalarga sotadi endi. Neft yo'llari quruqlikdan olgan butun odatda siz neft rayonida ishlagan odamlar buni bilalaysizlar vatan. Men odatda neft ishlayman. Har qanday xato neftni oladigan yer bir bo'ldi, buni yo'llab boshqa yerga to'playdigan yer boshqa bo'ldi vatandoshlarimiz. Bir yerga to'playdi uni, u yerda chekilaydi, sortiga orib turib, endi u yerda sotadi. Shu hozir Eronning eng jon tomiri shu Harik oroli vatandoshlar. Bu yerda Amerika hukumati shu bu yerda molla hokimiyatini taltiks yo'qtidi vatandoshlar. Masalan, Isroiliya, Hamasninki, Hizbullahninki, Hutiylarning liderlarini qanday yo'qotgan bo'lsa, hozir ayni 2-oyning 28-kunlik suhbatimda turdi vatandoshlar. Men degan ayni Isroiliyaning Hamas liderlarini, Hizbullah liderlarini, Hutiylarning liderini gom o'ltirgandek Eron hokimiyati, molla rejimi va molla rejimi qarashli odamlarning hammasi qanday qoldi? Xomeiniy o'ldi. Men so'zlab qilib 1 soatdan keyin o'libdi u. 2-oyning 28 shu gapni deb o'ltirsam, shundan 2 soatdan keyin xabarni ko'rsam, Xomeiniy degan u dunyoga ketib bo'libdi uni. Shu vaqtda 2 soat keyingacha turadigan vaqtim bo'lgan bo'lsa, bu gapni deb o'ltirmaydi. Qani ko'rdinglar bugun? Shu Eron inqilobi qo'mondoni Hamasga qanday liderlarni o'ltirgan bo'lsa, bugun men Eron uchun o'ltiribman dedi. Demak, bu yerda Eron inqilobi qo'mondonlik shtabi degan bu qo'mondonlik bir ibtidoiy holatga turib, mana qaysi taxtga chiqsin? Qanday taxt chiqsin, urg'an. Eronda Xomeiniy ketgandan keyin uning bir mollamni chiqadi, uni o'ldiradi. Endi uning o'g'lini chiqadi, uni hozir o'ldirgan xabarlar bor. Chiroyini ko'rsatanmayotdi hozir. Chiroyini ko'rsatanmayotdi. Odatda har bir Eronning mollalari Eronda juma namozi bo'lgan chog'da bu xubtiga chiqish kerak. Juma namozida xalq o'zini bir qator ko'rsatish kerak. Hozir Xomeniyning o'g'li Mustafa degan ya bu qatimliq jumaning o'zida ya'ni o'ziniki chiroyini xalqqa ko'rsatmagan. Hozir hamiz o'ldi degan xabar. Mayli u o'lsin, o'lmasin, baribir o'ladi vatandoshlarimiz. Uning kayniga yana bir mollamni chiqarsa, u baribir o'ladi vatandoshlarimiz. Bomba kelib o'lib turdi ular. Bu bunda bir reallik qanday. Endi xulosa kelsak vatandoshlar, bu Eron inqilob qo'mondonlik shtabini yo'qotdi bu ber Amerika, Isroil va yoki dunyodan yana boshqa kelgan kuchlar bilan birlashib buni yo'qotadigan aniq. Ikki Hormuz bo'g'ozi Amerika, Isroil va yoki dunyodagi boshqa kuchlarning kontrolli o'tadi bu ikki bexatar savdo yo'li, neftninki O'rta Sharq rayonidagi Eron, Iroq, Kuvayt qator O'rta Sharq neftlarning tashqi dunyoga etilishi uchun bu yerda mening bilishimcha Amerika boshliq koalisyon birlashma kuchlarning kontrolli o'tadi. Endi direkt tuzla Amerikaning yanchi quchib ketadigan yer qaysi degan vaqtda Eronning jini bo'lgan mening tushuncham Harik oroli degan orol Amerikaning kontrolli tuzdan o'tib ketadi vatandoshlar. Chunki bu Harik orolni ba'zi odamlar hozir medialda xato tushundirdi, tafsil jarayonlarini tushundirmaydi. Bu Harik orol degan oroldagi bu neft yo'llarini, ya'ni quruqlikdan oldigan neftni dengiz orqali Harik oroliga akilib, buni chekilab, sortlarga qo'ygan bu turubi yo'llari butun
Platform şekillerining hammasini Amerikaliklar qilgan vatandaşlar. 60-cı yillarda Amerikaliklar qilgan buni. Yani Amerikaniki shu shahlar bilan aloqasi yaxshi vaqtimizda Amerikaliklar qurib bergan. Eronning hozirgi neftni qandaq elish, buni Harik orlig'i dengizdan qandaq yo'llash, u yerda qandaq chekilash, qandaq pishiqlab ishlash, uni tashqi dunyoga qandaq eksport qilgan shaklni Amerikaliklar qilgan vatandosh. Mayatgan chog'da Amerikaning vatandoshlarimiz. O 79-yili shu 60-70 yillarda bunda ishga kirishtirib kelgan Amerikalarning ittifoqi yaxshi vaqtimizda 79-yili Molla hokimiyati taxtga chiqqandan keyin Eronni to'liq qo'lga kirgizib oldi. Amerika shuningdan birisi saqlab turyapti. Endi mening bilishimcha bu qatim Harik orolni Amerika hukumati tuzli kontrolga qoldi. Ya'ni o'zining haqqini o'zi oladi vatandoshlarimiz. Xuddi masalan Panama kanalini Amerika ochgan. Panama kanalını Amerika açıp bunu Panama'ya keyin berip etdi. Bu qatim Panama orolni o'tirib boshqa davlatlar setib olib, Jungo'nun şirketleri bo'lsin, boshqa davlatning shirkati setib olgandan keyin bu yerda bir besim ishiltib, shuni hozir Marco Rubio efendim 2-3 qator bo'lgandan keyin Panama mening bilishimcha Amerikaning kontroliga o'tib ketdi vatandoshlarimiz. Yani Amerika hukumati dedi bu bizning haqqimiz dedi, to'g'ri. İran'ın Harik aralımı 60-70 yana tekrarlasam Amerika o'zi shu platformaning shakllarining hammalarini o'zi yasab Eronliklarga qilib bergan. Ham bu ya Amerikaning mening bilishimcha qo'li o'tib ketadi vatandoshlarimiz. O 90%lik Eronninki nefti shu Harik aralidan bo'lgan bo'lsa, bu ya Amerikaning kontroliga o'tib ketsa nima bo'ldi deysanglar vatandoshlarimiz. O Eronning mollari qilib qolgan Cıldanları bilen bu hozir dunyoda eqiyotgan mujohidlar deydigan bilan u Kalashnikov bilan hech qanday ish qilinmaydi vatandoshlar. Mening bilishimcha Amerika hukumati boshqa yerga emas, Eronniki shu Harik orli degan Amerikaningki neft burg'ulash sistemalari 60-70 yoqqa askarlar bilan tushidi, u ya'ni kontrolga oladi. Endi Eronningki mo'llalari qanday qildi? Qolgan hokimiyatlari qanday qildi? Qanday qildi unda vaqtimizda? Jon Tomirni Amerikaga kirib qanday qilgan bo'lsa, bu yerni biz kontrol qilamiz desa qanday qildi? Labbay xo'jam deydigan gap vatandoshlarimiz. Shu labbay deydigan gap. Shuning bilan bu yerda Eron masalan o'zining neftlarini masalan Rossiya, Jungoga, Shimoliy Koreyaga qorong'u bozorda setib qildigan ishlarning hammasi oxirlashadi. Bu bir vaqt masalasi oxirlashdi. Hammasini dunyoning sistemasi bo'lgan dollarga sotadi. Amerika hukumati uni u yerdan olgan neftni dollar orqali sotsa uni qarshi chiqmaydi vatandoshlar. Chunki u bugungi dunyoning sistemasi neftni dollar orqali sotish kerak. Bugun Eron hokimiyati Jungoga bo'lsin, Shimoliy Koreyaga bo'lsin, bularga hech qanday vaqt dollar orqali sotmaydi. Hatto xomashani almashtirish tartibini shunday qilib kelgan. Baribir sotadi. Jungo'ga sotadi, boshqa yerga sotadi, har bir davlatga setildi, ammo u sistema dollar orqali bo'ldi vatandoshlarimiz. Yodinglarda bo'lsin vatandoshlarimiz, men bir narsani deb qo'yay. Bir narsani deb qo'yay vatandoshlar. 3 ishni qilgan davlat har qanday bomba yeydi, iqtidoriy holat qaytadi vatandoshlar. 1. Amerikaning vatandoshlarimiz. Hozir bu yerda menikiga warning qilyotdi. Ogohlantirish qilyotdi hozir. Mana shunday vatandoshlar bu ko'rib turdi. 1. Amerikaga bomba atgan davlat har qanday davlat yerning ostiga kirdi. Tuzlandi vatandoshlar. 2. Dunyoda Isroilni yo'qtiman degan davlat dunyodan yo'qaydi vatandoshlarimiz. Hamas qanday yo'qolgan bo'lsa, Libanonlar qanday bomba yegan bo'lsa, O'rta Sharqdagi davlatlar 60-70-yillardan tortib Isroilni yo'qtiman deb urush qilib, hammasi yo'qotdi. Isroilni yo'qtiman deb Isroilga bomba atgan davlatlar yerning ostiga kirdi, bu aniq. 3. Amerikaning dollariga Eronga o'xshash chaqchaq qilgan davlatlar. Dollarga satmasamma, men boshqa davlatga mana shunday satayveraman desa, men bugungidek fojialarni ko'rdim. Bombani taziyaydi. Bu dunyoning siyosiy jihatdagi sistemasi. Yana birisi Eron mo'llarimi vatandoshlar? Hamda o'ltamigan ishlari qolmadi. 3 oyning ichida 32 ming odamni hammasini dog'isib o'ltirib kelgan vatandoshlarimiz. Buning bir har qanday bir razillikning, har qanday bir vahshiyatning oxirisi bo'lishi kerak. Bugun
İran mollaları mayli dünya siyosatida bo'lsin va yoki o'zining xalqiga bo'lgan zo'ravonlik, diktatorlik, diniy besim, o'ltirish, qirish, bostirish harakatlarining badalini o'tyapti vatandoshlarimiz. Mana shundoq dunyo. Mana shundoq dunyo. Dunyoning 15 qarang'i 15 oydin degan mana shu. İran mollalari ko'ranglab ketganda. Nima qila olaysan, nima qila olaysan degandi. 360 kun degan gapi Amerikaga o'lim, Yevropaga o'lim, xristianlarga o'lim, Isroilga o'lim degandi. Bugun o'lim kimga yig'yapti? O'ziga yig'yapti. Hamaslar qanday qilganda, ana u hammasi yer ustiga kirib ketdi. Vatandoshlarimiz, reallik mushundoq vatandoshlar. Yaxshi bo'ldi. İran mollalarining jahannamga uzab ketgani yaxshi bo'ldi vatandoshlarimiz. Ularmi rostdan degan vaqtingizda İran molla rejimi ostida qattiq ezilgan ash bechara xalq. Biz dedik vatandoshlar. İran dunyoda 5-o'ringa yetmaydigan neft eksport qiladigan, 3-o'rinda gaz eksport qiladigan dunyodagi eng boy davlat. Ash davlat xalqi bugun nima uchun nomrod desa, ash mollalar tufaylidan nomrod. Mollalar tufaylidan qaloq qoldirilgan. Büyük bir Paris milleti. Ash mollalar tufaylidan bugun kuniga qolganda, endi bugun buning badalini o'tayotidi, bombani yeyotidi. Ilgari boshqa o'zininki ojiz insonlarni menga qarshi chiqding, xudoga qarshi chiqding degan nuqta bilan dag'i gom esib hammasini o'ltirib kelgan bo'lsa, endi bugun dunyo cho'gilab kelib o'tirib o'zining ustiga bomba tushyotidi vatandoshlar. Bunu bir adalet deymiz vatandaşlarımız. Bunu biz Xudoning adaleti deymiz vatandaşlar. Dunyoda har qanday vaqt chirik, razil hokimiyat mening qo'limda kuch bor, mening qo'limda qurol bor. Shuning uchun sen qo'lingda qurol yo'q, ojizsan. Seni men nimani qilsam qilaverma deydigan ishlarning vaqt masalasi bilan o'ziga keldiganligini biz ko'rdik vatandoshlarimiz. Ko'ryapmiz. Mening bilishimcha bo'lgan vaqtingizda İran mollalari jahillik bilan yana qarshi turdi. U endi hozir xabarlar chiqqan chog'da 300 kilometrlik hatto 500 kilometrlik tunnellar varmış. Tunnellarning ichiga 47 yildan birisi yasagan bombalari, dronlarning hammalarini to'ldirib o'tganmish endi. Bu jarayonlarning o'zida xilib dronlarni otadiganday ko'rindi endi. Qolgan reallik, qolgan ahvollarni ko'ramiz vatandoshlar. Xulos gap qaysi degan vaqtning o'zida bu İran mollalari qancha tez yiqilsa, qancha tez hammasi u dunyoga ketib, g'o'rimiz bo'g'izi ochilsa, bu dunyo uchun aytgan vaqtingizdan bir yaxshi bir nafas olish bo'ldi vatandoshlar. İran xalq uchun aytgan vaqtingizda yaxshi bir nafas olish, bir erkinlik, demokratiya bo'lish bo'yicha erkinlik keladi bechora. Qanday qilib bo'lmasin, bu foydali İran mollalarniki taxtdan tushish. Endi bu yerda O'tir Sharqdagi besh-pishlab ketgan sarang davlatlarmi İranning yomonligini mening bilishimcha ko'rdi. Agar mush hozir dron otdi, o'tir Dubaylarga yetyapti, Saudiyaga yetyapti, Amerikaga dab ketdik. Hatto Turkiyaga otdi uni. Hatto nurg'unlar yolg'on gaplarni qilib bu yerda O davlatning odamlari otgan bo'lishi mumkin, Ma davlatining odamlari otgan bo'lishi mumkin degan yolg'on gaplar. Hammasi Eronning otgan bombalari. Eron yetyapti u yoqqa. Kalla sarang, pishtvash. Turkiyanikini NATO to'sib oldi yosh bombadan. 3 qator bomba otdi, NATO to'sib oldi. Agar NATO bo'lmagan bo'lsa, Turkiyaning taqdiri Dubayga o'xshash bo'ladi. Dubayni qo'g'daydigan NATOning mudofaa sistemasi yo'q. Shuning uchun har kuniga tushyapti. Bahraynga tushyapti, Qatarga tushyapti. Turkiyaniki Xudoga shukri bir aqlli siyosatchilar 52-yilda NATOga a'zo bo'lib ketgan. Buning foydasini Turkiya bugun ko'ryapti. Hozir 3 tane bombasini to'sib oldi. NATO to'sib oldi. Turkiyani NATO qo'g'dayapti vatandoshlarimiz. Tushundinglarmi? Agar mushu İran mollalarining qo'lida Shimoliy Koreyanikidek atom qurollari va yoki boshqa davlatdagidek kuchli qurollar bo'lgan bo'lsa, ko'rdingiz aynan. Bahraynga dron etib o'ltamaydi. Qatarga droni bilan hujum qilib o'ltamaydi. Naq bombasini etib hammasini tuzlab o'tgan. Qo'lda atom bo'lgan bo'lsa, atomni etib tuzlab o'tgan bo'ldi Eronning mollari. Bu oshinchilik yomon zihniyatdagi insonlar vatandoshlarimiz. Bugun hammasi boshsiz holatda
urushqyapti deydi. Etyapti ishqib bir bo'lonlardan chiqarib turib, hamma bombalarni etib yurdi. Mushunda qishlar vatandaşlarımız ahvolni, reallik ahvolni ko'ramiz. Nereden nergacha bo'ldi ko'ramiz vatandaşlarımız. Lekin 3 nokta aniq İran mollalari qanday qilib bo'lmasin bu vaqt masalasi yo'qaydi vatandaşlar. İran'da o'zgarish bo'ldi. Parchalanmasin deb bo'ldik. 2 Hormuz bo'g'ozining kontrolligi Amerika, Isroiliya va yoki birlashma qismlarning kontrolliga o'tadi. 3 Harik oroli deydigan orol Amerikaning tüp-tüz kontrolliga o'tib ketadi deb men deyalayman vatandaşlarımız. Endi men bu yerda Facebookda bir narsani ko'rsatay vatandaşlar. Naytim g'ulg'ul qo'zg'adi bu yerda. Ko'rsatib qo'yay. Bunda men 2 yig'iz bir 5 minutlik deydigan gapim bor. Endi men so'zimni oxirlashtiraman. AQSh mudofaa Mav rasmni vatandaşlar. Facebook chiqadim, nereden chiqqan buniki? Masalan, oyadagi 3 tane Uyg'ur bilan 3 tane Uyg'ur hamda bu yerda Uyg'urlarning bayrog'ini tutib, bu yerdagi 3 tane Yahudi bilishgan Yahudilarning bayrog'ini tutib, hamda Uyg'ur bilan Yahudilar bu ikkisi o'zining qo'lini tutayotgan bu rasmni chiqarib men 100% to'g'ri deb qilsam, mushuni 65 mingga yaqin odam ko'ribdi tunugungacha vatandaşlarımız. Mening Facebook'im ishda men qarab bo'lishga ulguramadim. Oldirash bo'lgandan ammo vahshiylar yig'ib ketibdi-da buniki. Tafsilot ancha-muncha o'qib maqdim, jug'daklarini juvatdim menda. Nima qilmay u moz gaplarni, qo'pol gaplarni. Ba'zilarga az bir qismiga inkos yozdim. Ko'rdinglarmi vatandaşlarımız? Dunyoda bizni mushlar saran qilib kelgan vatandaşlar. Uyg'urlar Yahudilar bilan do'st bo'lmanda bularning hammasining deyotgan chog'da Yahudilar dushman, sen dushman bu eski AO, MAO, andaq hammasi Falastinga andaq qilgan, Gazaga mundaq qilgan, bu Qur'onda andaq degan gaplar bilan to'shab ketibdi asti. Zaten bu do'st chiqib bo'lmaydi. Sen Uyg'urlar buni do'st tutgan bo'lsa, dushmanni qatardi, dushmanni qatardi. Bu 3 turli odam kiribdi. Biri arablar kiribdi vatandaşlarımız. To'shab ketibdi. 2 turklar kiribdi buningga. Türkler kiribdi, Türkçe yezibdi. 3 O'rta Osiyodan rus tilidagi az bir qism odam kiribdi. Bizning Uyg'urlarimizdan tushundiganlari kiribdi. Uyg'urlardan hamda buningga bir yomon inkoslarni yozgan odam yo'q endi. Ko'rdinglarmi vatandaşlar? Bizni mush ikki xil zihniyat, ya'ni Turkninki Isroiliya Amerikani yomon deydigan zihniyati bilan Arabning Amerika Isroiliyani yomon deydigan zihniyati bizning ustimizda mushu yillardan birisi 300 yıldan birisi desek buldu. Ahirgi yılımız hemisi besimizni besip kontrol qilib kelgan vatandaşlar. Men burundan tatib keldim, Yahudilar bilan Uyg'urlar taqdirlash millat deb o'tirib. Nayt aqlli odam qilgan. Bugun Uyg'ur degan xalq, yana mush islomdan qolgan dötlük, uchiqni bir eg'iz satga qilishga ruxsat qilinglar bashlar. Bu totoqvoshlik beshida bo'g'ashqa bugun o'zi bilan taqdirlash xalq Yahudilarning qo'lini tutolmayotdi vatandaşlar. Ma aqlli uchsi Yahudilarning qo'lini tutdi, aqlli. Asli har bir Uyg'ur ashundaq bo'lish kerak. Bugun Eronliklar Amerikaliklardan Eron hokimiyatidan qutulish uchun necha million Eronliklar bugun Trump, Isroil bizga yordam qil deb chorta olyapti. Bizning ustimizdan 3 odam Yahudilar bilan qo'l tutishga vaqtimizda bizning ustimizga arablar bilan turklar oz bir qism manqurt ichimizdagi saranglar yig'ib ketibdi qarsak. Yağmı jiqadamlar yaxshi ko'ribdi, lekin bu yerga 300 ga yaqin inkos tushibdi. Hammasi kelgan vaqtimizda sening tutgan yo'ling xato. Nima uchun xato? Arablar biz buni yozdiganlarga yozdik dedik. Arablar bizning manfaatimizni bir tiyinlik o'ylab qo'ydimi? Nima ishimiz bor o arab bilan? Arablar kimning kaynida Mahmud Abbosdan tortib Xi Jinpingning kaynida bu reallik turdi. Biz bir qator o'tirib Yahudilardan bir bomba yeb baqdikmi? Yahudilarning nima yomonligini ko'rdik biz. Yahudilarni dunyoda qirilgan millat, bizmi qirilyapmiz? Moyati taqdirdosh. Biz oxirgacha mushlarga o'xshash qo'l tutishib do'st bo'lishga tegishlik. Bu yo'lning o'zida men deb qo'yib mediaga kirib mashina inkos yozgan, mayli arab bo'lsin, mayli turk bo'lsin, oningizga sishtirib keting, sizga o'xsha hayvonlar. Uyg'ur o'zining yo'lini o'zi tanlaydi. Ne Türk degan sarangning, ne Arab degan sarangning pishtvas saranglarning yo'li qarab turib tanlamaydi. Helikami kechikyotdi bu döt xalq, bu hayvon xalq.
Helikanmi kechikyotdi Yahudilar bilan do'st bo'lish masalasida mana mushundaq ya Arabdan qo'rqib, ya Turkdan qo'rqib Yahudilarning qo'lini ching tutamayotdi. Yahudilarning qo'lini ching tutsang, ey, kalva Uyg'ur, ma dunyodagi eng chong kuchlarning qo'lini ching tutgan bo'lsa, ittifoqlashgan bo'lsa, hamkorlashgan bo'lsa, ularning dardini o'zing ular bilan dardiga dard bo'lsang, sening dardingni anglaydigan odam chiqadi. Va dunyoning egisi ashular. Bizni Türkning poqini yegan, Arabning poqini yegan mushu saranglar mollalardan tortib hammamiz o'qitib, bizni zaten dunyodagi cho'ng kuchlar bilan, ya'ni Yahudilar bilan, Amerika, Yevropa bilan qarshilashtirib kelgandi, dushmanlashtirib kelgandi. Hozir naq ideyani mushunda ko'rdim men. Bular birlari demabdiki, insof qilmay. Biz manda bo'lganmiz, Jungo bilan hamkorlashyapmiz, davlatlarimiz. Uyg'urlar kim bilan hamkorlashsa, hamkorlashmandu degan bir zihniyat chiqmabdi. Birisida bundaq bir zihniyat yo'q. Men yozdim, yozsaq o'tirib, yana boshqa yerga tushuntirib bilmaymiz. Sening ahvolingni bilmaymiz da shunday deydi. Men de yozgan dedim, bilmagandan men o'zim maktabga qaytib yozib qo'ydim. Vatandoshlar, men sizlarga deb qo'yay. Mayli Turkning ichidagi, men hammasini demayman, mush inkas yozgan odamlarga deyapman. Mayli Arabning ichidagi mushunga o'xshash pasanda zihniyatli insonlar bizni Amerikaga, Yevropaga, Isroilga kam degan chaqning o'zida 100 yildan birisi, hatto 10 da eshib ketgan yillarda biz dushman qildirib, bizni ashlar bilan etishtirib, ashlarga dushman qildirish orqali bizni yolg'iz qoldiradigan, siyosatni bilmaydigan shakl holatlarga akib kelgan vatandoshlarimiz. Shuning uchun men sizlarga dey, Yahudilarning qo'lini qo'rqmay tutaveringlar. Yahudilarning qo'lini tutdinglar deganlik vatandoshlarimiz. Dunyodagi eng cho'ng kishining, bilim egasining, aql egasining, dunyoning xo'jasining qo'lini tutdingiz deganlik bo'ldi vatandoshlarimiz. Gapni ochiq deb qo'y vatandoshlar. Men bugun tayyorlab bo'lmadim Isroiliyaning bayrog'ini. Men keyin chiqaman fursat bo'lgach. Isroiliyaning bayrog'ini akib mushlarga ko'zda o'tirib men suymayman akib. Keyin ko'zdiman buni. Ashundaq bo'lsin vatandoshlar, yana soat yana 47 minut o'tib ketdi. Vaqtinglarni jiq olmay vatandoshlar, keyin ko'rishimiz vatandoshlar. Deydigan gapim, sizlardan hech qanday bir cho'ng bir ishlar ketmaydi. YouTube kanalimni ko'rgan chog'da tarangata bir qator besib o'ting. Chunki obuna soni jiqashqa vaqtingizda hozirmi deyapman, bu yerda ogohlantirish keldi deb. Aytib deb qarab o'tirib chiqish mumkin denglar vatandoshlar. Bu shuning foydasi bor. Ikkinchidan xohlasangiz, yoqtirsangiz yo'lab qo'ying. Bugun deydigan gapim mana shu. Keyin ko'rishimiz vatandoshlar. Yaxshi orom olinglar. Kunlaringlar xayrlik yaxshi bo'lsin. Ko'rishgacha. Xo'sh.